bolam tarbiyali bo'lsin degan ota-ona avval o'zini o'zgartirishi kerak. Tarbiya deganda ba'zi ota-onalar o'ziga qulay farzand yasab olish uchunmayaptimi? Qorabo'l akamiz aytayaptiki, suhbatdan keyin jim bo'lib qolyapti. Ha, aka desam, bunchalar endi bosqichisi ko'p. Davlat ishxonalarida ham bunchalik ko'p bo'lmasa kerak deyapti-da, ya'ni. Ruhiy tarbiyani birinchisi birovni xafa qilmaslik. Oxiri hech kimdan xafa bo'lmaslik. Kitobxonlik darajasi butun maktab 3-choragidan boshlab bu yog'iga 93%. Boshlang'ichlar 100%. Bir o'quvchimiz keldi. Shu o'quvchimiz aytdiki, siz bergan bilim, shu yerda olgan bilimim bilan ota-onam mendan bir narsani o'rganishyapti dedi. 0-sinf o'quvchisida 16 ta kitob. Ustoz 9 oy o'qishdi. Ota-onani hurmat qiladi, chunki uni kimligini biladi. Kimligini biladi. O'qimaydigan o'quvchi bo'lmaydi. O'qita olmaydigan o'qituvchi bo'ladi. O'tayotganimda maktabiylarning eshigini tagida bo'lgan tadbirni ko'rib, men hayratda qoldim dedi. Nahot shunaqa maktab bor? Agar bola shuni ongiga tushunib olsa, o'z-o'zidan bolada ruhiy kamolot boshlanadi. Shu o'quv yilining o'zida 48 ta ayol. Bilimni 2-3 yilda berib olar ekanman, lekin bolam tarbiyasi ketib qolsa 10 yilda ham tiklolmas ekanman deyishdi. Demak, bugungi kunda ta'limda oqsayotgan narsa aynan tarbiya. Assalomu alaykum azizlar. Bugun biz Rahim School Farg'ona filialidamiz va sizlar uchun navbatdagi podkastimizni qilamiz. Bu podkastimizdan maqsad biz Farg'ona maktabimizni eng asosiy odamlari, bu o'sha maktabimiz direktori Shohruh ustozimiz va maktabimiz tarbiya ustozi Muhammadjon ustozimizni bugun shu suhbatga chaqirib, maktabimiz haqida ko'proq ma'lumot berish, bu yilgi natijalarimiz haqida gaplashish, ota-onalarimizda eng ko'p uchraydigan savollar, nafaqat bizning maktabimiz haqida, balki bolalarning ta'limi haqidagi savollarga ham javob olish niyatida yig'ildik. Va birinchi mavzuni boshlamoqchiman. Bu bizga olib o'tishdagi, maktabimizga olib o'tishdagi eng katta muammolardan bittasi haqida gaplashmoqchiman. Ota-onalar bilan o'zim ham gaplashganimda, ular menga kelib aytishgandagi asosiy muammolardan bittasi, ular aytishadiki, "Xo'p, mana ko'p bola o'qiydigan maktablar bor yoki bolaga o'sha tarbiyasiga be'tibor bo'lgan maktablar bor. O'shunaqa maktabda o'qiydi meni bolalarim. Bu har xil xususiy maktab bo'lishi mumkin, davlat maktabi bo'lishi mumkin va telefonga o'rganib qolyapti, yomon odatlar orttirib keldi, qanaqadir so'kishlarni o'rganib keldi. Bilim yaxshi berayotgan bo'lishi mumkin yoki rus tili o'rgangan bo'lishi mumkin, lekin men qolgan xulqidan qoniqmayapman" deyshadi. Va shuning uchun bizga o'xshagan tarbiyaga e'tibor beradigan, yo'q bizga faqat bolangizni o'qish emas, balki o'zini tutishiga ham qaraymiz deydigan maktablarga olib kelishadi. Lekin ularni to'sib turadigan narsa, ular bilishadi bu maktabning narxini. Va hozir bizga ota-onalar bermasligining eng asosiy to'siqlaridan bittasi narx, ya'ni qimmat deyshadi. Aytishadiki, qimmat bo'lsa, uni sinfdoshlari faqat puli borlarning bolasi bo'ladi. U ertaga erkatoy bo'lib qolmaydimi? Yoki maqtanchoq bo'lib qolmaydimi, yoki mensimaydigan bo'lib qolmaydimi deb aytishadi. Yoki ba'zi maktablarga borishadiki, u maktablar ularga va'dalar berishgan va u va'dalar bajarilmagan va shuni oqibatida aytishadiki, maktablarning maqsadi pul topish. U hech qanaqasiga sizni bolangizni tarbiya ham qilib bermaydi va o'qitib ham bermaydi deyshadi. Shuning uchun eng birinchi savolim ustoz sizga, Muhammadjon domla. Bu ota-onalar bilib bo'lishdi shekil, 1 yil, 1,5 yil o'qitsa, bitta tilni o'rgatsa bo'lar ekan. Ya'ni bilimli qolsa bo'lar ekan. Pul bo'lsa, misol uchun bitta yaxshi o'qituvchi topsa, bersa, 1 yilda bir matematikani ham repetitorda bola o'rganar ekan. Universitetga kirish ham bizlarning davrimizdan ko'ra ancha oson bo'lib ketdi. Oldin biz nafaqat o'zimizni universitetlarga kira olmasdik, 10 ga 1 bo'lardi kirish ballar, hozir butun dunyoga kirishyapti bolalarimiz. Lekin ota-onalarimiz tushunib qolishdiki, mana o'zingiz ham ko'ryapsiz, biz ham ko'ryapmiz. Bilimni 2-3 yilda berib olar ekanman, lekin bolam tarbiyasi ketib qolsa 10 yilda ham tiklolmas ekanman deyishdi. Rahim School ochilishidan oldin biz birinchi bo'lib siz bilan gaplashganmiz va mana shu muammoni o'shanda gaplashgan edik va o'shanda nima uchun siz aytgandingizki, yigitlar maktab qilar ekanmiz, bolalarning albatta tarbiyasi birinchi o'rinda bo'lishi kerak degandingiz. Nima u sabab bo'lgan ediki, nima uchun unaqa degandingiz va biz hozir bu muammoni nima yechimlar qilamiz ustoz? Rahmat. Haqiqatda Azizbek bugungi kunda eng asosiy ta'lim sohasida turgan asosiy muammo haqida gapirdingiz. Har qanaqangi bugun mana ko'ryapmiz, dunyo globallashuv natijasida ta'lim yangi texnologiyalar chiqib, ta'lim o'z-o'zidan rivojlanib ketyapti. Taraqqiyot bitta joyda turgani yo'q. Bugungi chiqqan sistemani keyingi chiqqan sistema yangilab qo'yyapti. Lekin bir narsa borki, u abadul abad insoniyat yaralibdiki, birinchi o'rinda to o'sha biz bilamiz oxirgi kunimizgacha keladigan narsa bu tarbiya va odob axloq masalasi. Odob axloq masalasi nafaqat yosh tanlaydi. Bu 60 ga kirganda ham inson tarbiyalanishi mumkin. 70 ga kirganda ham tarbiya olishi mumkin. Go'daklik chog'idan ham tarbiya olishi mumkin. Tarbiya insonga birinchi suv va havodan kerak bo'lsa undan ham ko'ra zarurroq bo'lgan narsa.
Shuning uchun bugun ta'lim maskanlarimizda aynan tarbiyaviy masalalar ortga ketganligi uchun bolalarimiz maktablardan olim bo'lib emas, so'kinuvchi, siz aytgan muammoni ko'targandaqa maktablardan xuddiki bir xulqi buzilgan, aksincha o'sha jinoyatchilar ham maktab partalaridan yetishib chiqyapti. Demak, bugungi kunda ta'limda oqsayotgan narsa aynan tarbiya. Xususiy maktab o'laroq bir maydonga kirarkanmiz, biz birinchi navbatda insonga kerak bo'ladigan tarbiya masalasini oldiga qo'yaylik degan maqsadda men o'sha paytda sizga shu gap taklifni bergandim. Mana qanchalar qabul qildilaring, qanchalar ketyapti, buni endi ota-onalarimiz mana o'zlari bilan uchrashuvlarda, muloqotlarda eshityapmiz, tashqarida ham eshityapmiz. Ya'niki tarbiya bu ayniqsa bo'lib ham o'zbek millatining asli qadriyati. Qaysi bir millat asli qadriyatidan uzilsa, u millat sifatida shakllanishdan ham, rivojlanishdan ham to'xtaydi. Chunki bizning millatimiz qadimdan eng kuchli tarbiyaga, axloqqa asoslangan millat bo'lib kelgan. Islom dinini hatto o'sha aytishadiki, Saudiyada, Makkada, Arabiston yarim orolida tug'ilgan bo'lsa ham, uni odob, axloq go'zal namunasi O'rta Osiyoda, Mavrovun Nahrda, arablar tili bilan aytganda, Mavrovun Nahrda dunyoga keldi deydi. Nima uchun? Chunki Imom Buxoriylarda olamizmi? Hammalarini oladigan bo'lsak, hammalari axloqiy tarbiya orqali shu maqomlarga erishgan. Men yana bitta joyda ko'p aytaman, ilm to'satdan laduniy kelishi mumkin. Ya'ni insonni bexosdan bir ikkinchi dihaniya deymiz, ikkinchi nafas ochilib ketsa, ilm kelib qolishi mumkin. Lekin axloq, odob unaqa bo'lib kelmaydi. Axloq, odob yillar davomida ota-onani bolaga ko'rsatgan munosabati, halol yegizgani, halol tarbiya bergani orqali shakllanadi. Ana shuning uchun shu narsani bugun endi ota-onalar qay darajada berolmayapti. O'z-o'zidan maktabga shu katta yuk tushadiki, bola uyida ololmayotgan tarbiyani endi maktabda hech bo'lmasa olish kerak. Hech bo'lmasa professional shu sohani egasi bo'lgan odamlardan olsa va bu narsa inshaalloh bizga kelajakda bir mamlakatimiz uchun ham, taraqqiyotimiz uchun ham naf bo'ladi degan bir maqsad orqali shuni aytganman. Mana endi bu keyingi faktlarda o'zingiz mana ko'rib o'tibsiz. Mana shu savol bor ustoz. Xo'p. Mana biz tarbiyaga e'tibor beradigan maktablar ko'payib qoldi hozir va bu chetdan qarab o'quvchilar bizga kelib qoladi. Va men o'ylaymanki, tarbiya deganda ba'zi ota-onalar o'ziga qulay farzand yasab olish uchun mayaptimi? Ya'ni nima desa xo'p deydigan, deylik qo'li ko'ksida bo'lgan, keyin ota-onaning gapini umuman ya'ni noto'g'ri bo'lsa ham hattoki qaytarmaydigan, ustoz kirsa ustoziga umuman nima deydi, savol bermaydigan, ustoz kirsa zirillab turadigan, ya'ni mo'min qobil deymiz-ku, bizni o'sha salbiy rang bilan degan ma'noda, ya'niki mustaqil fikri yo'q yoki o'sha ota-onaning chizig'idan umuman chiqmaydigan yoki o'sha yo'lini ham bundoq hamma narsasini qarab turadi. Ya'ni mana shu jihatda Rahim School'ning farqi nima? Biz ota-onaga qulay bola emas tarbiyali deganda. U o'zini aynan shuni xohlab, ya'ni ota-onasidan qo'rqib emas yoki ustozdan qo'rqib emas, o'zi xohlab itoat qilish uchun yoki bu narsani axloq deb bilishini, ya'ni men shunaqa qilsam ularning qalbi xursand bo'ladi deyish uchun bizdagi yondashuvda farq nima? Juda to'g'ri savol berdingiz. Haqiqatda bugun bizda tarbiya desa, odob desa, qo'li ko'ksida turadigan, doim labbay deb turadigan odamni nazarda tutadigan bo'lib qolgan. Chunki personaj bu o'sha oldingi qadimiy kinolarimizdan, seriallarimizdan bizni ongimizda shunaqa tushuncha paydo bo'lib qolgan. Asli shunaqami? Yo'q. Asli unday emas. Aslida hozir men sizga bitta fakt aytaman. Bir o'quvchimiz keldi. Shu o'quvchimiz aytdiki, ustoz, siz bergan bilim, shu yerda olgan bilimim bilan ota-onam mendan bu narsani o'rganishyapti dedi. Ya'ni biz bola orqali asli oilani tarbiyalashni maqsad qilganmiz. Ya'ni oilada birorta odam noto'g'ri bir yo'lda ketayotgan bo'lsa, bolani to'g'ri yo'lda ketayotganligini ko'rib, bolaga qarab orientir olsin degan maqsadda tayyorlaganmiz. Ya'ni mo'min qobil bola emas, axloqli bola. Mana shu axloqli degan narsaga e'tiborni qaratishni xohlardim men. Axloq so'zi bu xulq so'zini ko'paytmasin. Ya'ni bolani to'g'ri so'z, erkin fikrlaydigan va shu bilan birgalikda ota-onani hurmatini saqlagan holatda o'z mustaqil fikrini bayon qiladigan o'quvchini tarbiyalash. Ota-onani hurmat qiladi, chunki uni kimligini biladi. Chunki ota-ona unga qanchalar haqdor ekanligini biladi va ota-onani haqdorligini bilib turib, bu yoqda ustozdan o'rgangan, maktabda o'rganganini ota-onaga ham yetkaza bila oladigan o'quvchi tarbiyalash. Bizning maqsadimiz ham, farqimiz ham shunda. Mantig'ini tushunadi. Ya'ni tarbiyani asosiy mantig'ini tushunadi.
Tushundim ustoz. Tushundim. Endi Shohir ustoz sizga savol. Xususiy maktablar ko'p. Menimcha Farg'ona birinchi o'rinda turadi Toshkentdan keyin Farg'ona maktablar ko'pligi bo'yicha. O'tgan yil o'zida ham adashmasam 14 tami maktab ochilgan edi va ota-onalarni men o'zim ham bir nechta ota-onalar bilan gaplashdim. Bu endi xushomad sifatida qabul qilsa ham bo'ladi, haqorat sifatida qabul qilsa bizga kelib Toshkentda endi Farg'onada unaqa deyishmagan. Toshkentga kelib endi mengacha palonchi maktabda o'qitdim. Menga sharoit qiziq emas. Mana shu yaxshi domlarda dars berish kerak. Shuning uchun sizlarga olib keldim deyapti. Endi sizlarning sharoitingiz o'rtacharoq deyapti-da endi. Ko'rgansiz-ku Toshkent sharoit ko'rgansiz-ku. Shunaqa deyapti keyin xo'p dedik. Ya'ni nima uchun olib kelyapsiz? Sizlarda demak ta'lim bor ekan. Sizlarda tarbiya bor ekan va o'sha qanaqadir intizomli bor ekan. Bolalarni har kunlik qilgan ishlari bor ekan deb aytishadi. Shu Farg'ona maktabimizda ustoz ta'lim ham berishimiz kerak bolaga. Mana ustozim tarbiya ham etdilar va bolalarni har kunlik qiladigan ishlari bor. Misol uchun kitob o'qishadi. Shu balansni qanaqa ushlab turibsiz? Ya'ni buni ushlab doimiy, ya'ni yanvar oyidagi Rahim School bilan may oyidagi Rahim School bir xil bo'lishi uchun 5-sinfda o'qigan bola 6-sinfga kelganda ham shu narsa bo'lishi uchun nimalar amalga oshiryapsiz maktabda? Yaxshi. Yaxshi savol. Albatta hozir aytib o'tganingizdek, ota-onalar kelar ekan, ular nafaqat hozir istayaptiki, o'zlari hali dual income deymiz-ku, misol ota ham ishda bo'lib qoladi, misol ona ham ishda bo'lib qoladida. Va farzand agar misol uchun beradigan bo'lsa, aksariyat maktablarda hozirgi kunda tushlik vaqti bo'shab ular uyga keladi endi. Uyda endi ular nima faoliyat bilan shug'ullanayotganligidan xavotir ota-ona. Televizorda qoladi, telefonda qoladi deydi. Va istayotgan narsasi bilim ham olsin. Tarbiyaviy, ya'ni o'sha xavfsiz muhitda ham bo'lsin deb keladi va buni endi balansini ushlash kerak. Ham ya'ni axloqli muhitda ushlash kerak, ham bilim bera olish kerak albatta. Xo'p, bilim bera olishda biz nimalarga aytamiz? Ota-onalarga aytamizki, xo'p, ustozlarni, ya'ni eng muhim maktabdagi bir muhim narsalardan biri ustoz qabul qilar ekanmiz. O'sha nechta jamoaga necha kishi yig'iladi? Ularni saralash orqali, ya'ni ustozlarni yaxshi ana shu muhit uchun bozorda eng oldi ustozlarni saralab olishga harakat qilish kerak ekan maktablarda. Nega deganda, ular nafaqat o'quvchiga, ya'ni o'zi bilimli, ustoz nafaqat bilimli, balki o'quvchilari bilan til topisha oladigan, munosabat qura oladigan, o'quvchi ko'rganda uni haligi bir quchoqlab olgisi keladigan, shu darajada bir shirin so'z, aka tutishga, aka tutolni, shunaqa, ya'ni aka opa tutib oladigan, ya'ni ana shunaqa ustoz bo'lsin deymizda. O'zimiz ham mana ekspert jamoasi a'zosimiz, kandidatlar keladi. Bir xil rasmidan qaytib ketadi. Qorovul akamiz aytayaptiki, suhbatdan keyin jim bo'lib qolyapti. Ha, aka desam, bunchalar endi bosqichingiz ko'p. Davlat ishxonalarida ham bunchalik ko'p bo'lmasa kerak deyapti-da, ya'ni. Hayron qolyapti, ya'ni shunchalik men o'zim axranada tursam, nega buncha bosqichdan olib o'tasiz? Hali qabul qilasizlar bizni deb aytadi. Axranaga shunchalik, ya'ni qorovulga shunchalik. Endi ustozlarga ham shunaqa talablar qo'yamiz-da. Biz o'zimiz ekspert jamoasi a'zosi sifatida har bitta, ya'ni bilimini ko'ramiz hatto, o'quvchiga qanaqa yondashuv qilyapti. Men o'zim misol o'quvchi bo'lib rol o'ynasam, bezori o'quvchi rolini o'ynayman, uxlab qoladigan o'quvchi rolini o'ynayman. Meni uyg'otish kerak, meni tinchlantirish kerak bo'ladi. Bularni o'zimizda sinaymiz avval. O'quvchiga berishdan avval. Shunda ham oxirida endi ikkilanib qolamiz, ustoz. Ikkilangan joylarda 50-50mizda yaxshi yakuniy savol. Farzandingni berasanmi? Ha, bo'lsa bo'ldi, ustozni oldik endi. Deb olamiz. Ya'ni bu nima uchun muhim? Ya'ni bilimidan endi biz ancha xavotirimiz pastlaydi. Nega? Ustozga endi ishonamiz. Ustoz shunaqa bilim berishiga ishonamiz. Va albatta nazoratlar, albatta dars kuzatuvlari ham qilamiz. Endi buni balansida ikkinchi tomonida ushlashimiz kerak bo'lgan narsa bu axloq. O'quvchilar, mana biz o'zimiz davlat maktablarida ham ishlaganman, men o'zim o'quv markazida ham ishlaganman. O'quvchi xato qilsa, xato qilganini bilmasligi mumkin. Chunki unga atrofdagilar aytmasligi ham mumkin. Ya'ni uydagilar misol ota-onasi aytishi mumkin, lekin o'quvchi uni xato qilganini avval his qilish kerak, eshitish kerak u xato ekanligini-da. Albatta katta xatolar bo'lganda o'quvchiga aytiladi, lekin kichik xatolar ham to'plansa bu katta bo'lib ketadi-da. Ana shu kichkina xatolari noto'g'ri ekanini, to'xta, buni qilmagin. Mana shu nima deb o'ylaysan, o'zing nima bo'ldi, nimaga shunaqa bo'ldi deb haliginga suhbatdosh bu beradigan bo'lsa, kichik elementlardan ana shu o'quvchi keyin tahlil qilishni boshlar ekan. Ya'ni biz batda maktabda joriy qilgan narsa axloqiy ball va u axloqiy ball berilar ekan, o'quvchiga bir oyda 100 axloqiy ball berar ekanmiz. Ana shundan ya'ni o'zini kategoriyasi bor, ma'lum bir kategoriyaga ko'ra uni bir shu noo'rin birorta bir ish qilib qo'yadigan bo'lsa, ball ayriladi endi. 5 ball ayrildi, endi u o'quvchi yolg'iz qolmaydi. Yolg'iz qolsa, u ya'ni uni ana shu muammoni bu normal ekan deb o'tib ketishi mumkin yoki uni sezmay qolishi ham mumkin. Endi bitta suhbatdosh paydo bo'lsa unga to'xtang, mana u ayrilibdi, mana shu yerda nima bo'ldi-ki deb endi u bilan gaplashadigan bo'lsak,
u endi tahlil qilishni boshlayapti va mana shu bizda har bitta, ya'ni o'quvchini o'z holiga tashlab qo'ymaslik kerak. O'zimiz ham duo qilamiz, o'z holimizga tashlab qo'ymaylik. Uni ham ya'ni ustoz sifatida o'zini holiga tashlab qo'ymaslik kerak ekan. Mana shu bilan o'zi balansni. Zo'r ustoz, zo'r. Maza qildim, rahmat. Ustoz, keyingi savolim sizga. Bir bu yil boshrog'ida kelganimda bitta bola meni rosa iliq kutib oldi-da. 10-sinf. Bu baland bola. Ham tanidi mana hech kim degan. Rosa iliq kutib olib, so'rashib, qilib, qo'limdan sumkalarni rosa xizmat qildi, muomala qilib. Xursand bo'ldim. Shunaqa shu go'dasiga shunaqa odobli ekan dedimda. Keyin seminar o'tdim, rosa savollar berdi, o'sha universitetga kirish bo'yicha. Keyin darsdan keyin kimdir aytib berdi menga uni. Bu ko'cha bo'lgan bu bola. Kurashchi bo'lgan, anaqa ushab qo'ygan qaysidir tumanda ushab qo'ygan deyishdi. Endi go'dasidan o'xshaydi. Shotga kelib o'zgardi deyishdi-da. Shotga kelib o'zgardi. Ustoz o'zgartirdilar deb aytishdida. Keyin bunaqalar ko'p, bunaqa kezlar ko'p. Ko'pincha bizda o'sha birinchi akasini olib kelishadi ota-onada, keyin ukasi keladi, keyin singlisi keladi va mana shunaqa bolalar 180 gradus ham o'zgaradi. Bu shakllan bo'lgan. Misol uchun bir natijaga erishgan, deydik o'sha kurashda yoki o'zini o'sha sho'xligida yoki bezorligida, lekin maktabga va avvalo sizga muhabbat qo'ygan shu bola. Qanaqa qilib? Ya'ni buni usullari nimaki, bizni ko'rayotgan ustozlar bo'lsa yoki ota-onalar bo'lsa, shu narsani usulini o'rganishsa. To'g'ri savol bu ham, chunki avvalambor ko'p men o'zim 30 yildan ortiq shu sohada ishlayotgan bo'lsam, juda ko'p maktablarda o'quvchi bilan o'qituvchi o'rtasida bir devor bor-da, Azizbek. Qanaqa devor? Bu o'qituvchi rasmiy odam deydi. Palonchiyev, pistonchiyev deb chaqiradi. O'quvchilarim yaxshi bilishadi, men birortasini familiyasi bilan chaqirmayman. O'g'lim, qizim deb chaqiraman. Chunki endi hozir shu yoshdaman, chunki bularda hammalari meni eng kichkina farzandimdan ham kichkina bo'lganligi uchun nima muammo o'g'lim, nima muammo qizim. Ya'ni u kerak bo'lsa bitta o'quvchimiz yaqinda shunadiki, "Madli ustoz, men uyda dadam ham bunchalik o'g'lim demas edilar. Shatga kelib men o'g'lim degan gapni eshitdim. Chunki uyda dadam ham o'g'lim, hatto qizlarimizni erkalab ona qizim deymiz. Nimaga? Kelajakda millatning onasi bo'lasiz degan maqsadda ona qizim deymiz. Bolaga birinchi murojaatni o'zidayoq o'zgartirish mumkin bo'ladi. Chunki bola doim kamsitilib, sen ko'chasan, sendan muammoingdan minda oldim deb turaversa ota-ona, bu bola ota-onaga qasma-qasam, ya'ni odamda shunaqa instinkt bor-da, o'zi teskari yurish. O'zi xohlamaydi, lekin o'chakishib qilishlik degan narsa bor. Psixologiyada buni yaxshi tushunishadi. Mana shu narsani birinchi navbatda olish uchun biz shu o'quvchimiz bilan aytdikki, bolam, sen kuching ko'p ekan, Xudo iqtidor beribdi, lekin sen noto'g'ri yo'lga ishlatibsan. Sen shu kuchingni xalqda, millatda foydasi uchun O'zbekistonda dong'ini chiqaradigan, o'zingni nomingni ulug'laydigan yo'lga sarflaydi shu kuchingni dedik. Xuddiki bu boshqarilmagan bir daryo edi. Oqib yotardi xohlagan joy. Biz buni maqsadli oqizish uchun avvalo bolani qalbiga yo'l topildi. Qanday? O'g'lim yaxshimisan? Tuzukmisan? Nima muammolar? Qalaysan? Uyingda qanaqa bo'lyapti? E'tibor bilan. Darsdan tashqari ham qolib gaplashdik. Uyingda yaxshimi, holat yaxshimi bolam? Otang yaxshimi, onang yaxshimi degan maqsadda gaplashib, u bola bilan yaqin bo'ldikda, yaqin bo'lish orqali g'oyalarimizni berishni boshladik bolaga. Sen bunday qilsang, kuchingni mana yo'lga ishlatsang, ham savob bo'ladi, ham o'zingga kelajakda bir yaxshi muhit yaratasan. Chunki axloq go'zal va bitta narsani men bunga ta'lim berdim. Biz ruhiy tarbiya ustozlarimizda shunaqangi bir qonun bor-da, Azizbek. Ruhiy tarbiyani birinchisi birovni xafa qilmaslik. Oxiri hech kimdan xafa bo'lmaslik. Tushunyapsizmi? Agar bola shuni ongiga tushunib olsa, birovni xafa qilmaslik meni vazifam ekan va birovdan ham xafa bo'lmaslik vazifam ekan desa, o'z-o'zidan bolada ruhiy kamolat boshlanadi. Ya'ni bolada avval yechib bo'lmaydigan, o'zgarmaydigan deb hisoblanadigan hatto xulqlarni ham o'zgartirish mumkin. Chunki bunga yondashuv kerak. Bolani qalbiga yo'l ocha bilish kerak. O'qituvchi o'quvchi bilan xuddi o'zini bolasidek gaplashgandek gaplasha olsa va u o'quvchi u ustozga mehrini berib olsa, ana undan keyin mehr orqali o'sha zug'um bilan, qamchi bilan, so'kish bilan, bahosini ayirish bilan. Masalan, men baholash sistemamda ham ko'pchilik aytadi, nimaga hammaga 5 qo'yasiz deydi. Insonni yaratuvchi ham bir xil qilib yaratgan. Meni haqqim yo'q uni bittasini kamsitib, bittasini katta qilishlikka. Sizga 5 qo'ydim, axloqingiz yaxshi bo'lganligi uchun. Sizga 5 qo'ydim, bilimingiz yaxshi bo'lganligi uchun. Siz bilimda zo'rsiz, siz axloqda zo'rsiz, siz sabrda zo'rsiz, qanoatda zo'rsiz. Shunaqa motivatsiya bilan bolaga agar tarbiya bersak, bola albatta bizning orqamizdan ergashadi.
va albatta o'zidagi salbiy xulqlarni sekin-sekinlik bilan kamaytirib boradi. Mana shu siz yuqorida aytgan o'quvchimiz ana bu yil 11-sinf bo'ldi. Haqiqatda kelganda meni o'zimga ham ochiq aytgan. Ustoz meni urushmagan kunim yo'q, ko'chada kuchim bor uchun hamma shuni. Yo'q, bolam, kuching borligi yaxshi. Kuch menda ham bor. Hatto o'zimni ham misol qilib ko'rsatdim. Rasmlarimgacha ko'rsatdim. Mana shtang ko'targanman, boshqa qilganman. Ustoz, lekin odam bo'lish uchun mana yo'lga o'tish kerak ekanda bolam. Bu kuch mehmon, lekin axloq mehmon bo'lmaydi. Tarbiya mehmon bo'lmaydi. Tarbiya senda oxiratinggacha qoladigan narsa. Lekin bu kuch mehmon, chiroy mehmon. Qaysi birini tanlaysan? Go'zal tarbiyani tanlaysanmi axloqda yoki kuchni tanlaysan? Kuch ertaga ketib qoladi. Qariganingda hassaga tayanib qolasan. O'yla o'sha kunlaring degan narsagacha olib bordik va bola buni ongli tushundi. Ya'ni tushunish bilan hali ustozlar endi ustoz shuni aytdilar, keling. Ya'ni muhimi shuki azizlar. Tarbiya bizda odatda dushanba va payshanba kunlari bo'ladi. Men doim bolalarga tayinlayman. Agar bolalar dushanba va payshanba kuni tarbiyali yurayotgan bo'lsalaring, unda sizlar 200 namachi bo'lib qolasizlar. Maqsad haftaning 7 kunida shunaqa yurish. Mani bor yo'qligim batta bilinmasligi kerak. Ustoz yo'q bo'lsalar ham fikrlari, g'oyalari turish kerak degan maqsadda qilishimiz kerak. Degan shu yo'lda, ya'ni hali gapimiz bor-ku, ramazoniy emas, rabboniy bo'ling. Faqat Ramazondagina ibodat qilib, boshqa paytda tashab qo'ymang degan maqsadda olamiz. Mana shuning uchun shu bola ham bitta shu fikrimizning namunasi. O'quv yilining boshida oshxonaga tushganmiz ustoz bilan, tushlik olamiz o'zimiz. Patnoslarga qo'yib olib boramiz. Ustoz aytdilar, o'quvchilar olib kelib berish kerak shuni. Ustozlarga o'tkazib borish kerak, o'quvchilar olib kelib berish kerak edi. Shu xususda gaplashdik, ustoz bir gap aytganlar. Keladi o'sha kun. O'zlari o'quvchilar xizmat qidirib qoladi deyishdi. Haqiqatda o'quv yilining oxiriga keldikda. To'g'risi men ayniqsa hozir bitta mana sinf 10-sinfga o'tayotganlar haqida aytib o'taman. Endi yoshlari ham, bo'ylari ham katta bo'lib qoldi. Ustozlarga talpinishi ancha kuchaydida. Xizmat qidirib yuradi haligilar. Oshxonada hali restoranga borsangiz qanaqa mana idishingiz bo'shadimi, u idishni ko'rmaysizda. 2 daqiqadan keyin ko'rmaysiz, yo'qolib qoladi u. Oshxonada ovqatlanib o'tiribmiz, bo'shagan idish yo'qmi, yo'qolib qolyapti. Qarasam, yelib yugurib yurishadi mana o'quvchilarda. Aytaman, shu ustoz aytgan kun keldida. O'zlari majburlamasdan, qillaring demasdan, keladi shu kun dedilar. Keladi shu kun dedilar. Haqiqatda hozir patnosga o'tarilib, ustoz ovqat oling. Bugun ham bizda shunaqa bo'ldi-ku, o'zi kelyapti, o'zi ketyapti, restoranda o'tirganda o'tirdim deb. Shunda hali ular sababini hali tushundi, ya'ni oqibati nima bo'lishini hamda his qildi, ya'ni mantig'ini tushundi shu narsani. Shukr. Ustoz, keyingi savol sizga. Mana kamerani yoqishimizdan oldin ham Muhammad Said aytdilar, kitob o'qish statistikamiz aytdilar-da. Ya'ni hozir raqamlarni yana o'zingiz ham aytsangiz kerak. Men tanigan, men bilgan maktablarning ichida, men ko'p maktablarni bilaman yaqindan. Bu eng baland raqamda. Men bilgan o'zimizni boshqa filiallarni ham qo'shgandagi eng baland raqamda shu Farg'ona filialimizda bo'ldi. Endi u o'zi hozir biz TikTok, Instagram avlodni o'qitish, ya'ni shu avlod shu yoshdagilarni o'qitish davridamizda. Va bitta bolada bir nechtalab gadjet bo'lib ketgan. $100 ga ham hozir telefon bor. $200 ga ham planshet bor. Bitta bolada ham noutbuki bor, ham plansheti bor, ham kichkina telefonchasi bor bo'lgan. U ekrandan bu ekranga o'tib yurgan paytda buncha kitobxonlikni va o'zi birinchi u qanaqa bo'ldi o'zi kitobxonlik natijalari bu yilligi va qanaqa qildik? Aynan Farg'ona filiali qanaqa qildi? Qanday erishdik ya'ni shu yo'l qanday? Ya'ni bu nimaga so'radim bu narsani? Xo'p, mana shunchaki raqamlarni aytganimizdan keyin ota-ona o'ylashi mumkin, nima qiladi bular? Qo'rqitadimi, haydab yuboraman deydimi yoki urusharmikan yoki bitta xonaga qoplab qo'yib majburlarmikan deb o'ylash mumkin-da. Ya'ni qanaqa o'qiyapti bolalar o'zi kitobda degan ma'noda. Ya'ni varolash ham o'qish-ku. Yoki tushunib o'qiyotganmikan? To'g'ri. Hozirgi kunda ayniqsa men bu sun'iy intellekt bo'lib turgan bir vaqtda uyga borib qisqacha xulosasini olib kelib aytib bersa bo'ladi-da. Kitobxonlikda o'quv yilining birinchi choragi oxirida biz odatan o'sha nimamiz bor. Hozir men oxirida statistikasini ham aytib o'taman buni. Auksionimiz bor. Har chorakda oxirida tashkil etilgan auksionimizga eng baland ballni kitob o'qish uchun berardik. Keyin o'zali bir yig'ilish qilganmiz, o'zingiz ham aytgansiz shunda. Bitta kitob o'qimas, tugatmasa, bir oyda bitta kitob tugatmasa qatnashmaydigan qilib qo'yaylik. Sezilarli darajada o'zgarish qildi mana shu narsa.
haqiqatdan o'quvchilar o'zi juda yaxshi ko'radi auksionni. Eng qizg'in tadbirimizda o'quv yili davomida bo'ladigan bo'lsa, to'rtta bo'ladigan bo'lsa, eng qizg'in tadbir. Shunaqa ham kutadi, tangalarni avaylab asrashadi, haligilar ko'paytirib borishadi har xil endi kategoriyalar bilan. Shunda ham eng baland biz kitobxonlikka berardik. Lekin o'shanda bitta shart qo'ydik endi o'quvchilar. Endi bir oyda bitta kitob tugatmaydigan o'quvchi auksionga qatnashmaydi. Bu juda katta, ya'ni butun o'quvchilar orasida rezonans berib turib, natijasi o'sha ikkinchi chorakdayoq o'sha 75% ga chiqib ketgan bo'lsak, kitobxonlik darajasi butun maktab o'quvchilar orasida. 3-chorakdan boshlab bu yog'iga mana hozir hamma sinfda hisoblaydigan bo'lsa 93%. Boshlang'ichlar 100% ustoz. 0-sinf ustozimiz, Muslimaxon ustoz bir kun olib chiqdilar. Ustoz, mana o'quv yili davomida qilgan ishlarimizni bitta ko'ring. Qarab turibman. 0-sinf o'quvchisida 16 ta kitob. Ustoz 9 oy o'qishdi. Oktyabrda boshlangan. Ma'lum 16 ta kitob to'g'ri so'zini tugatib olganim. Yoshiga mos tarzda 0-sinf o'quvchisi 16 ta ertak kitob tugatyapti. 8-sinfga o'tgan o'quvchimiz hozir mana 114 ta kitob bir yilda. Men havas qilyapman-da, yo hali gaplashamiz o'zimiz ham. Va uni endi qanday qabul qilyapsiz? Ota-onalarimiz so'raydi-da shuni, ya'ni ha, mana kitobxonlikka erishyapsizlarga shuncha kitob o'qibdi, qanaqa qilasizlar buni? Jarayon qanday kechadi? Ikki xil. Birinchisi, o'quvchi o'qib keladi. Bu yoqda endi kuratorlari o'tirib kitobdan savol beradi haligi. Savol berib, kitobni haqiqatda o'qigan, o'qimaganini ularni biladi. Kuratorlarimiz yelib yuguradi shuni. Vaqtlari ham qolmaydi-da, o'zi kechqurunga borib toliqib qoladi. Ikkinchisi esa o'sha kitobxonlik darslarini qilyapmiz. Ayni o'sha kitob bo'yicha savollar, sinf bo'lib bunga javob berishliklar degan narsa bilan mana shukr o'quv yilining yakunida hozir 3,5 mingdan ortdi hozir. Ya'ni kitobxonlik butun maktab o'quvchilari orasida. Va mana bu ko'rsatkichlar boshlang'ichda 100%, ya'ni bu maktab bo'yicha umumiy hisoblasak 93%. Bu juda yaxshi natija bo'ldi, xudoga shukr. Shu o'rinda men Shohruxbekni gaplariga ozgina qo'shimcha qilib ketsam, hali bizda gap borki, ustoz o'zi qilmagungacha shogirdlar qilmaydi deydi. Masalan, ustozlar o'zi kitobxonlikni yoymagungacha o'zida ishidan ortib, tirikchiligidan ortib o'zi o'qimas ekan, bola ham o'qimaydi. Chunki gapiga o'zi amal qilmasa, albatta undan shogirdidan bir natija kutish qiyin. Shu ma'noda men o'sha birinchi ishga kelgan kunimdan boshlab o'qituvchilardan, ustozlarning ichida ham, shogirdlarning ichida ham bitta gapni aytganmanki, bolalar, meni har kunlik 200 betlik kitob vazifam bor. 200 bet. Mana shu yoshimda ham 200 bet kitob o'qish uchun men vaqt ajrataman. Ilmiy kitob o'qiyman. O'zim soham chet tili mutaxassisi bo'lganligim uchun chet tilidagi kitoblar o'qiyman. Va tarbiyaga doir va albatta boshqa kitoblarimizni ham o'qib, mana shu kitoblar orqali shuncha bilimga ega bo'ldik. Sizlarga berayotgan bilimlarimizni manbai shu kitob o'zi aslini olganda. Degan maqsad bilan ham kitobga muhabbat uyg'otdik. Ya'ni buni siz telefondan ola olmaysiz. O'rnak. Chunki shaxsiy men o'zim kursda aytib turibman, mana 200 bet kitob o'qiyapman. Dam olish kunlarim 400 betgacha chiqaraman. Sekin ish kunlarim 200 bet kitobsiz kelmayman betga. Chunki meni ham sizlarga shuncha narsani o'rgatishim uchun o'rganishim kerak. U umrimni oxirigacha o'rganadigan ilm, bu ilm tugamaydi degan maqsadda bolalarga shuni oddiy qilib, hali motivatsiya o'laroq tushuntirdik. Mana bu ham shunga turtki berdi. O'quvchilar, ustozlar orasida zakovat o'yinini o'tkazdik, mana tashkilladik. Zakovatga 3 tur ortidan katta yutuq qo'yib, ana shunga voucher qildik kitob do'konidan qilib o'tkazdik. 3 turda bo'ldi mana. Unda ham ya'ni o'quvchilarga o'rnak. Ustozlar o'zlari o'qib kelib kitob bo'yicha zakovat qilinyapti va bizda shu orada haligi javobni tayyor deganimizda o'quvchilarni o'zlari yurdida oramizda xizmat qilib shunday ham yani. O'shuni o'zi ham yana bitta o'rnak bo'lib berdi. Yo'q, men o'sha boya ham o'rinbosaringiz bilan gaplashganimda kuratorlarimiz ham o'qib chiqishdi deyishdi. Ya'ni har bitta qabulga qilgan kitobni birinchi ular o'zi o'qigan. 10 tadan kitob o'qishibdi-ku, har bitta kurator, ya'ni qabul qiladigan bo'lsa, ikkita sinf bo'ladigan bo'lsa 20 tadan to'g'ri kelar ekan ba'zi kuratorlarga. Aytdim, mana shu zo'r bo'pti, chunki o'qigan odam, topshirayotgan odamni o'sha chalami to'liqmi bila oladi-da, nozik joylaridan savol berib va o'zi ham o'sha foydani his qilgani uchun boladan ham samimiy qabul qila oladi o'sha narsani deb o'yladim. Endi tarbiya va mana kitob qismlarini gaplashdik. Maktab bilim berish kerak ekan, yana bir vazifalardan bittasi. Xo'p, bu yil mana o'tgan yilgidan ko'ra ikki barobar ko'p bitirdi. Farg'ona filialimiz ikkita sinf bitirdi. O'tgan yilda bitta sinf chiqargandik. Bu yilgi sinfimiz aksari 2 yil o'qigan, 1 yil o'qiganlar ham bor, tabiiy, teng yarmi. Xo'p, qanaqa natijaga erishdik bitiruvchilarimiz? Nafaqat bitiruvchilarimiz, yuqori sinflar yoki olimpiadalar haqida gapirib bersangiz bizga va
o'qituvchilarni ham natijalari. Chunki biz bu yildan bitta yana o'zgarish qildik. Bu o'qituvchilarimizni ham natijani olib chiqish boshladik. Ya'ni e'lon qilib, rasmlarni osib qo'yib, ya'ni farzandingizni kim o'qitishini biling degan ma'noda. Shunaqa ozgina gapirib bersangiz va bu bizdagi Farg'onada keng uchraydigan tajriba, boshqa viloyatlarda ham ko'p ekan. Bu Toshkentda ham bunaqa maktablar bor. Faqat shug'mi degan, ya'ni repetitor tizim. Ya'ni bitta fan oladi, natija qiladi, qolgan hammasi bo'lsa konvorilgan. Ya'ni shunchaki hech narsa yo'q o'tdimi yoki mana 2 yil o'qigan o'quvchilarimiz boshqa joydan ham, endi boshqa tomondan ham o'sishganmi? O'tgan o'quv yilida bitta sinf tugatgandik, bu o'quv yilda 2 ta bo'ldi. O'tgan o'quv yildagi 19 ta tugatgan o'quvchilarimiz mana hammalari hozir talaba bo'lib, 100% holatda mana o'qib yurishibdi. Bu o'quv yilida esa 3 nafar o'quvchini mana yakunlagan bo'lsak, ikkita sinfda, shulardan hozir 18 tasi mana o'sha konsulimizdan mana olgandim, statistikani olgandim, 18 tasi 100% grant. Har xil, ya'ni O'zbekistondagi o'sha top universitetlardan tortib chet el universitetlari bo'lsin, mana misol kirganlar bor. Ya'ni mana shunaqa natija hozir. Va bitiruvchilarda aynan mana 33 tadan bo'ladigan bo'lsa, olaylik 27 ta. Masalan, IELTS va qolgani 0 natija bilan tugatyapti. Ya'ni hammasi ingliz tili sertifikati bilan hozir mana yakunlashyapti. Hammasi, ya'ni qabul qilinadigan ingliz tili sertifikati bilan yakunlashyapti. Xo'p, va umumiy bu o'quv yili yakunida maktabimizda qanaqa yana natijalar bo'ldi va bitiruvchilar haqida hozir mana aytib o'tgan bo'lsam, endi qolgan natijalar umumiy IELTS haqida ko'p gapiriladi. Mana IELTS bo'yicha oladigan bo'lsak, shu o'quv yilining o'zida 48 ta IELTS. Bu har xil, ya'ni 8-sinfdan yuqorisida, ya'ni asosan topshirishadi buni. Milliy sertifikatimiz bu yerda bor, nimadan? Matematikadan, ona tilidan bor, 25 ta shu o'quv yilining o'zida. 0 IELTSdan keyin 8 ta, 0 va SAT mana 8 ta. Xo'p, SAT natijalari bo'lgan bo'lsa va bularning ichida haqiqatda Farg'onada shu Farg'ona holatiga ko'ra SAT ham mana buni 1520 gacha mana shu o'quv yilda, yangi o'quv yilda qilingan natijalar bo'ldi. Va juda mamnunmiz. Va bunda albatta mana ustozlar haqida aytib o'tadigan bo'lsak, o'quvchilarda mana shu natijalarni qilish uchun ustozlar o'zlari qanaqa, ya'ni ustoz o'zi ya'ni o'rnak bo'ladimi? O'quvchilarga deydigan bo'lsak, ha, albatta biz juda faxrlanib aytamiz ustozimiz haqida. Mana misol uchun SAT ustozimiz ko'pchilikka o'rnaydi, o'quvchilarga o'rnak. Ya'ni Farg'onadagi eng yuqori natijani qilib turibdilar hozir SATda. Bu ya'ni hammamiz uchun xursandchilikda bu. Juda ham. Va o'quvchilar mana juda 1500 dan oshirishyapti. Mana 1400 dan baland, o'sha 1500 dan ham oshirishyapti natijalarni. Va kelsa ko'pchilik mana ota-onalar bilan suhbat qilganimizda ko'chada bo'ladimi, oldimizga suhbatga kelishadimi, uyda mahallada gaplashamizmi, aytamizda, xudo haqiqatda o'ylaydigan bo'lsak, qaranglar, ustozlar jamoasi kimlar? Misol, ingliz tililar, xo'p, Farg'onadagi eng oldi ustozlardan, eng oldi. Xalqaro sertifikatga ega bo'lgan ustozlar menimcha maktablarda kam, bo'lmasa ham kerak deyman-da. Misol, Seltani oladigan bo'lsak, Farg'onada o'zimiz boshlaganmiz shu. Hozir mana 2 ta bo'ldi, yaqinda oldik, yana Shuhratda ham oldik. Seltasi bor, mana IELTS 8.5lar. Misol, Munavvarxon bor, misol mana Akrom, Shuhratlar. Va bular mana ingliz tilida haqiqatda, ya'ni bizda, ya'ni ta'lim bozorini oladigan bo'lsak, o'qituvchilarda oladigan bo'lsak, eng oldilari bular. Matematika ustozimizga mana misol Diyorbekda oladigan bo'lsak, Diyorbek olimpiadistlar tayyorlaydi, ya'ni 5-sinfdan 9-sinfgacha bo'lgan o'quvchilar bilan, ya'ni olimpiadadagi eng o'sha yuqori darajalilar bilan shug'ullanadilar. Juda ko'p natijalar bo'ldi o'quvchilardan. Masalan, 5-sinf qarang, mana hop 5-sinflarda, 6-sinflarda mana 8-9largacha chiqildi. HISO bo'ladimi, Irina olimpiadalari bo'ladimi? Sigaga ham chiqdi. Amerika olimpiadasi. Ya'ni rasmini chiqarib qo'yamiz hamma. Ha, mana shunda bundoq ko'rsatib o'tsa bo'ladi, bitta shu o'quvchilarni. Ya'ni bu endi o'rta sinflarda qilinayotgan akademik natijalar fanlarda. Va albatta hozir aytib o'tganingizdek, faqat matematika, ingliz tilimi? Boshqa fanlarchi? Kecha kuni bitta ona bilan gaplashib qoldim. Qarab o'tiribdilar. Suhbat qilyapmiz, maktab haqidacha gaplashdik-da. Ustoz dedi, "Men shu yerdan ishga o'taman kundan" dedi. Aprel oy ekan, aprel oyida o'tayotganimda maktablarning eshigini tagida bo'lgan tadbirni ko'rib, men hayratda qoldim dedi. Nahot shunaqa maktab bor? Deb shu yerda o'tirib tadbirda o'zim tomosha qildim deyapti. Qaysi tadbir edi desam, Amir Temur o'tiribdi, o'sha aytaydi deyapti.
Bibi xonim nimasi butun jamoasi bilan turibdi eshik tagida deyapti. Bor ekan shunaqa qilib nimani olib chiqadigan bunday ko'rsatib. Haqiqatda tarix ustozimiz Dirabo ustoz juda chiroyli ishlab berganlarda uni. Bu grimlar bilan boshqa bilan ash kuni bir kun oldin ustoz xo'jayinlarga ham rahmat. Kelib chetda bilda xizmat qildilar. Maza qilasizda gapirsangiz shuni, to'g'risi gapirish kerak-da. Albatta. Ya'ni ustoz videodan qo'yib qo'yamiz shuni. ha shuni ko'rsatib o'taylik-da. ozod o'g'lim hur o'g'lim har oning huzur o'g'lim shahdingdan kun yorish Biz kim mulkturon amiri Turkistonmiz. Biz kim millatlarning eng ulug'i va eng buyugi, Turkning bosh bo'g'inimiz. Yoshligimdan ilmga qiziqdim. Ilmni saltanat ishlaridan ustun qo'ydim. Bobom Amir Temurning ilmga homiyligi meni yanada ruhlantirdi. Samarqandda buyuk observatoriya barpo etib, yulduzlar ilmini kashf etdim. Bobom Zahiriddin Muhammad Bobur Andijonda hokimlik qildi. Otam Humoyun Mirzo Hindiston taxtiga chiqdi. Tomirimda Amir Temurdek jahongashtaning qoni oqqanidan faxrlandim. Podshohlik davrimda adolatli hukmdor bo'lib, Hind elini obod qildim. Qo'l ostidagi barcha xalqlar uchun vijdon erkinligiga ruxsat berdim. Garchi turkiylardan bo'lsam ham, hindlar tomonidan adolat sohibi deya ulug'landim. Biz kim? Mo'g'ul xonlaridan Qozonxonning qizi. Saroyning eng ulug' malikasi, Buyuk Temur To'ragonining suyukli xonimi, Mavrunahr xalqi tomonidan katta xonim, Bibi xonim degan unvonlarga loyiq deb topilgan saroy mulk xonim erurmiz. Barcha shahzodalar, Mirzo Ulug'bek, Xalil Sulton va boshqa aslzodalarni tarbiya qildim. Ularni vatanga muhabbat ruhida voyaga yetkazib, Amir Temur yonida, mamlakat taraqqiyoti yo'lida kamarbasta bo'ldim. Men Gavhashat Begim, Amir Temurning 4-o'g'li, Shohrux Mirzoning suyukli rafiqasi, Chig'otoy zodagonlardan G'aysuddin To'raxonning qizi erurman. Osmon ini Boburnahr yurtining hukmdori Mirzo Ulug'bekning onasiman. Shohrux Mirzo bilan birgalikda Xuroson va Boburnahrda kutubxonalar bunyod etib, ilm fanga homiylik qildim. O'z nomimda madrasalar bunyod ettirib, nafaqat yigitlar, balki qizlarni ham ta'limga jalb etdi. Hamma zamonlarda ham malikalar uchun hayotda yashash u darajada havas qilgulik bo'lmagan. Asl malikalar shaxsiy manfaatini davlat manfaatidan ustun qo'ymaydilar. Inim Temuriy avlodidan Zahiriddin Muhammad Boburning hayoti, xalq omonligini saqlashdek mas'uliyatni Alloh taolo mening zimmamga yuklagan ekan, men bu vazifani sidqidildan bajardim. Mamlakat farovonligi, yurt obodligi uchun yoshligimdan, orzu-umidlarimdan o'ylab ham o'tirmay ikki dunyoda yuzimni yorug' qildim. Sohibqiron Amir Temur asllik toza nasllik dedilarda, past tabaqali insonlarni hokimiyat yaqiniga ham yo'latmadilar. Kanizakligim Amir Temur hazratlarining qattiq qarshiliklariga qaramay, Xalil Sultonga turmushga chiqdim. Sohibqiron Amir Temurning xazinalarini o'z manfaatlarim yo'lida foydalanib, Bibixona va boshqa malikalarni vafotiga, Temuriylar imperiyasining tanazzuliga sababchi bo'ldim. Men o'zim shunga tushdim, Ali davrga tushib qoldim-ku. O'sha davr. Ha, yuribman 14-asrda yuribman. 14-asrda Amir Temur. Yana borsimda eshik oldiga borsam, nima eshik og'lar, shu eshik bekityapti. Savol endi. Temur haqida savol ketyapti vaqti. Amir Temur haqida. Topmasangiz kirmaysiz. Shu onam o'sha yerda o'tirib ko'ribdi-da shuni. Biz tarix fanimiz misol matematikada ko'p emas soatlari. Lekin 2 soat o'tsin-da, yaxshi ustoz bo'lsa shu 2 soatda o'zi ancha ma'lumot berib qo'yadi bolaga. Kayfiyatini ko'taradi unga. Shuni fanda juda yaxshi yetkazib boradi-da, ijro bilan. Va bu kabi narsalar ko'p. Mana men hozir nafaqat bu tarix fani haqida gapiryapman. Ona tili ustozimiz mana Navoiyxonlik o'tib ketdi. Bobur o'tib ketmaydi. Juda chiroyli tashkillanadi o'sha yerda Sherxonliklar, til bayramlari bilan misol mana. Qolgan fanlarni olaylik mana. Kimyo biologiya ustozlarimiz ham mana chiroyli tadbirlar tashkillashdi. Bular o'zlari mana ixtisoslashgan maktabdan yo boshqadan Farg'ona bo'yicha yaxshi joylardan kelib ishlaydilar-da. Shukur yani jamoa, ustozlar jamoasi mana shunaqa bo'lsa, hozir ham o'zlari qiziqib kelishadi. Mashitda mana Shohrux ustozni bitirishamiz haqidagi suhbatlarini eshitib o'tirgan menda ham va menga o'xshagan ota-onadan ham savol tug'iladiki, 33 ta bitiruvchimiz hammasi chet tili biladi, bu ingliz tili. Hammasi, ya'ni u bilishini tasdiqlaydigan hujjat ham bor. Va o'sha hujjat va boshqa hujjatlar asosida 18 universitet 100% tekinga ham grantlar beribdi, qanchadir chet elda. Va bizning g'oyamiz bor edi ustoz. Birga bu suhbat qilgan g'oyamiz, biz muhojir tayyorlamaymiz. Ya'ni borsa borib o'sha yerda yo'q bo'lib ketmasin. Ya'ni ketdi, chet elga kirib Amerikaga kelib oldim.
bitta o'quvchimiz bilan gaplashib qoldimda. Endi bizga rus maktabidan o'tgan Toshkent shahrida o'quvchimiz. Endi o'sha suhbat bo'lyapti. Amerika universitetiga kirmoqchiman. Deyapti. Nega kirmoqchisan? Deyapmiz. Shu grant beradi-yu u yerda, tekin-ku, Amerika-ku deyapti. Xo'p. Nimaga mana davlatlar emas? Desa, yo'q, men Amerikaga borsam, orqamdan ota-onam bora olmaydi, viza bermaydi degan. Qochib ketmoqchiman deydi. Men shunda boraman deydi, bo'ldi deydi. Umuman qaytmayman deb qo'yadi. Umuman qaytmayman, qochaman deyapti. Nimaga desam, zo'r deyapti. Ko'rganman kinolarda. Shunaqa zo'r deb menga yoqmaydi bu deyapti. O'sha o'zbek tilida zo'rg'a gapiryapti. Balki shuning uchun ham ota-onasi bizga olib kelgandir. Qiz bola haligi zo'rg'a bunaqada aksent bilan bo'ladi-yu, u chet elda o'zbek tilini o'rgansa shunaqa gapiryapti. O'zbek qiz, ota ham o'zbekcha. Sal qoldi aytib yuborishim ota-ona. Va men bundoq qaraymanda, biz hozir shularga ko'prik bo'lib qolmaylik degan anaqa bor-da, bo'lmaslik kerak. Lekin bir tarafdan o'ylayman, bu bab o'ziga ketmoqchi. Biz endi shuni olib qolish uchun ya'ni qalbi bizniki bo'lsin deb ko'p aytasiz-ku. Qalbi bizniki bo'lsin deb turib, shuning uchun mana hozir o'tgan yilgi bitiruvchilarimiz bilan gaplashib turasiz, o'zingiz ham mana bu yilgilar bilan doim gaplashasiz. Mana shu olib qola olamizmi va buning uchun nimalar qilyapmiz, ularga nima deyapmiz? O'sha yaxshi ish turgan paytda yoki katta va'dalar turgan paytda va bu bolalar bilim tomonidan, til tomonidan talablarga javob berib turgan paytda qanaqa qilib ularni fidoyilikka o'rgatamiz? Maqsadimiz ham shu-ku, shuning uchun maktab o'zbek tilida. Va ota-onada ham savol tug'iladiki, bu o'sha bolam ketsa nima qilibdi? Yaxshi pul topsangiz u yaxshi emasmi degan savol tug'iladi. Nima qilasizlar uni olib qolishga harakat qilaman deyish mumkin. Shunga nima deb javob beramiz ustoz? O'rinli gap, haqiqatda bugungi kunda sirbas endi ko'pchilik ota-onalarimiz farzandlarim chet elda o'qisin deydi. Men ko'pingizga savol beraman. Keginchi deyman. Xo'p, chet elda o'qitmoqchisiz, lekin o'qish deyapsiz. 4 yil o'qiydi, mayli. Keginchi. Keyin nimada ko'ryapsiz hayotini? U sizga qachon xizmat qilib, qachon sizni duoyingizni olib qoladi-yu, qachon sizni nazaringizni topib qoladi. Bitta narsa bor Azizbek. Odamiylik degan dars bor. Ya'ni har qanaqa dars tugashi mumkin, lekin odamiylik darsi tugamaydi. Afsuski odamiylik darsini chetga chiqqan muhojirda yurgan bolalarimiz olishiga meni ko'zim yetmaydi. Chunki chet elda sizni bank hisobingiz, moddiy holatlaringiz birinchi o'ringa qo'yiladi. Bu gap bilan men ertaga ota-onalarni bermanglar bolalaring demoqchi emasman, lekin o'ylab ko'raylik. Muhojirga biz chiqaraylik, chiqarmaylik demaymiz. Sifatli kadr chiqaraylik. Ular bizdan talab qilsin, bizga shunaqa odamlaringiz kelsin. Biz Rossiyaga qora ishchilarni emas, bir boshqa millatlarda xizmatini qiluvchilarni emas, boshqa millatlarda o'qituvchi, boshqa millatlarga ilm, ma'rifat beruvchi insonlarni chiqaraylik. Zero bizni ota-bobolarimiz, ajdodlarimiz shunaqa bo'lishgan. Imom Buxoriy Makkaga borib dars berdilar. Farobiyni nimalari, kitoblari, asarlari bugun butun dunyoda o'qiladi. Angliyaning konstitutsiyasida hatto Imom Burxoniddin Marg'iloniyning asarlari hidoyadan foydalaniladi. Demak, biz shunaqa odamlar chiqaraylik. Ya'ni chet elga borib o'zgarib keladigan emas, chet elni borib o'zgartirib keladigan bola chiqarishimiz kerak. Ya'ni xulqi aqa borib o'zgarib ketuvchi emas, hali siz misolda keltirgan o'quvchida emas, balkim ularda o'zidan ergashtirib, bundaqa bo'lar ekan, odob, axloq mana unaqa bo'lar ekan deydigan odamni chiqarishni biz harakatini qilishimiz kerak. Chunki biz mana ko'ryapmiz, sirbas bir paytda mana Umid degan jamg'arma ochilgandi, marhum prezidentimiz Abdulaziz Karimov. Hatto men ham ketib qolishimga sal qolgan, shunaqa bir grant o'sha paytda men ham prezident stipendiyasiga o'qirdim. Lekin nemaganman? To'g'ri qilgan ekanman, chunki borganlarda aksariyati qaytmadi. Nimaga? Chunki hatta yashab qolish, pul topish, o'zini moddiy ehtiyojlarini qondirish bu joyga qaraganda oson bo'lganligi uchun, endi rivojlangan davlatligi uchun moddiy tomonini o'ylab qolib ketishdi. Lekin moddiy tomondan ko'ra birinchi navbatda millatni o'zligini topishi muhim emasmi? Masalan, o'zbek deganda ko'z oldingizga kim keladi? Masalan, biz ko'chada yaponda yurganini ko'rsak, bittada ko'rib olamiz. Ha, mana milliy libosda yuribdi, yo koreys mana nimasida yuribdi, yo arab mana unaqa yuribdi. Lekin biz o'zbeklar taqlidchi bo'lib qolmadikmi chet elga chiqib? Birimiz ularga taqlid, birimiz bularga taqlid. Demak, avvalambor biz bolalarni
nima qilmoqchimiz, kim qilmoqchimiz va u joyda o'zimizda shuncha ilmli, to'g'ri bizda faqat reklama qilinmagan, PR qilinmagan, asli bilimi kuchli ustozlar qancha mana ishlayapmiz, natija chiqyapti-ku. Mana bitta gapim bor, doim aytaman. O'qimaydigan o'quvchi bo'lmaydi, o'qita olmaydigan o'qituvchi bo'ladi. Demak, o'qita oladigan o'qituvchiga biz imkoniyat qilib beraylikchi, bolamiz shatda o'qisinchi, bir ko'rsin. Hatto mana yaqinda bitta o'rtog'im, o'zimni do'stim aytayaptiki, "Sen to'g'ri qilgan ekansan. O'sha paytda aytding, bolalaringni nimaga chiqaryapsan deding, men quloq solmay chiqarib yubordim. Mana endi boshida kunda telefon qiladigan bolam hozir 11 oyda ham telefon qilmaydi. Chunki atga moslashib bo'lgan. Ota-onadan mehr ancha uzilgan, olingan. Sen bolalaringni olib qolding, mana ikkala bolang oliy ma'lumotli o'zimizda o'qib, mana yoningda ishlashyapti. Sen to'g'ri qilgan ekansan deb tan beryapti. Ya'ni demoqchimizki, ota-onani keksayganda eng katta kutadigan narsasi nima? Bir rohatda yashasam, nabiralarim oldimda bo'lsa, bolamni diydorini ko'rib tursam demaydimi? Biz endi muhojirga chiqaraylik, hali aytdik, sifatli kadr chiqaraylik. Ya'ni borib g'oyasi buzilib keladigan, yurish-turishi, odob axloqiga ta'sir qiladigan emas, balkim ularni o'zgartiradigan o'quvchi chiqarsa. Shuning uchun ham u ona tilini zo'r bilish kerak. Shuning uchun u avvalambor o'zini ona tilisini, ona sut emgan tilisini birinchi bilish kerak-da bola. Bu tilni sevmay turib, bilmay turib boshqa tilni bilishi aqlga ham to'g'ri kelmaydi va bizim mezonlarimizga ham shu. Demak, shu bizdagi maqsad bolalar mana grantga tushyapti, chet tilini bilishyapti, lekin ular eng yaxshi baribir o'zbek tilini biladi, chunki oxirgi 7 yilini o'zbek sinfida o'qigan. O'zbek adabiyoti, mana she'rlar, bahlubaytlar, zakovatlar, 3,5 mingta o'zbek tilida o'qilgan kitob, bular hammasi uni ichida turibdi. Va men aytamanki, bitiruvchilarimizga ham aytdim. Ikki xil turdagi odam bo'ladi. Ikki xil turdagi odam bo'ladi. Bir turdagi odamki, shu yaxshiroq joy bo'lsa-ki, tug'ilgan joyimdan borib o'sha yerga ko'chib olsam. Muhojir bo'lib. Borib olsam, Avstraliyadir, Amerikadir, Rossiyadir deydi. Ikkinchi turdagi odam borki, men shu yerda tug'ildim, bekorga emasdir. Shu tug'ilgan joyimni yaxshilasam. Shunday. Biz shu ikkinchi turdagi odamlarni qilaylik, chunki mana shu yerda nimaki o'zingiz ham ko'p aytib berasiz-ku, ya'ni qayerdadir bir yaxshilik bo'lsa, mana shu yerda bitta masjid turibdimi, bitta maktab bormi yoki bitta qanaqadir chiroyli qonun qabul qilindimi, demak qayerdadir odam fido bo'lganda shu yerda. Ya'ni men shu yurtim uchun nimadir qilib ketay, shu endi u demak u hamma yoqqa kerak odam bo'lgan, yo uni bilimi bo'lgan, yo puli bo'lgan, yo jamoasi bo'lgan, yo resursi bo'lgan. Va ularni keyinchalik biz ko'cha nomlari beramiz ularga, mana o'z aytganingizdek Burxoniddin Marg'iloniy yoki mana o'sha Moturidiy o'zimizdan chiqqan olimlarning nomlarini beramiz, chunki ular butun dunyoga ketishlari mumkin bo'lgan paytda, Keymanga deb turgan, eshik ochib turgan paytda ular o'sha chatda ketib yorishmaganda, balki shu yerda tug'ildim, shu xalqimdan men keldim, shu yerga xizmat qilib ketay, ya'ni estafetani davom ettiring. Shunday. Deyishgan. Bizga ham mana shu holatga tilimizni, dinimizni, madaniyatimizni, qanchadir boyliklarimiz yetib kelishiga kimlardir fidokorligi sababda. Va aytaman, mayli, o'sha borib qanchadir bolalarimiz qolib ketadi baribir, chunki hamma maktablar ham bizning g'oyamizni bo'lishmaydi. Ota-ona o'zi hal qilsa, men ishim yo'q, men shu o'qitib beraman, bo'ldi, kirsa kirdi, qaytsa qaytdi, qaytmasa bilmayman deb aytadi. Biz aytamizki, mayli, siz o'zi turdagi ota-onalarni oling. Biz aytamizki, biz o'sha tug'ilgan joyimni yaxshilayman. Chunki o'ylayman, shu biz bolalarimiz ketayotgan joylar ham, masalan uchun Xitoy bo'lsin, Yevropa bo'lsin, Amerika bo'lsin, 100 yil oldin bizni hozirgi holatimizdagi joylar bo'lganda, ya'ni qilsa bo'ladi. U yerda ham kimlardir fidokorlar topilgan, demak keyin shu holatga kelgan. Rahmat ustoz. Ko'p eshitaman shuni, ayniqsa Farg'ona filialida ustoz. Bu nima desa, Rahim School hamma narsasidan biz rozimiz. Mana shu videolarni ham ko'rishadi. Va o'tgan galgi ochiq eshiklik kunida 7 ta ota-ona bilan, asosan onalar bilan men suhbat qildim. Hammasi mendan chegirma so'radi. Ya'ni yoqadi bizga maktab, kuzatamiz, taniymiz, palonchi ustoz, siz taniymiz, sizni ko'pchilik taniydi, masalan, men ustozni bergimiz keladi, lekin imkoniyatimiz yetmaydi deb aytishadi. Inshaalloh bunga ham ba'zi rejalar qilganmiz. Maktab oyoqqa turib olsa, sekin bu rejalarimizni ham e'lon qilamiz. Lekin shu maktabga bera olmay turgan holatda bilim tarafi tushunarli, repetitorga berib turishadi. Tarbiya qismini qanaqa qilib turishsin ota-onalar? Ya'ni shu Rahim School yoki bir qanaqadir arzonroq dastur taqdim qilguncha yoki o'sha ota-ona pul yig'ib olgunicha yoki bola masalan bilimi bilan grant yutib olgunicha bolani tarbiyasini yo'qotib qo'ymaslik uchun Rahim Schoolga o'quvchilari axloqiy jihatdan erishayotgan natijaga erishish uchun uyda nimalar qilib turish mumkin? Qisqa tavsiyalar bo'lsa, har bitta ota-ona qila oladigan. Albatta
endi har qanaqangi katta g'oya bo'lsin, boshqa bo'lsin, tegishli mablag' talab qiladi. Ilmni deydi, 4 ustuni bor. Ilm ushlab turib, olimni ilmi yurishligi uchun bu boyda qalami kerak deydi. Ya'ni homiylik tomonidan, homiylik men agar ko'rib turgan nimalarimiz eng katta homiylikni agar biz ham dunyoyimiz ham oxiratimiz ishlatadigan bo'lsak, mana shu ilmga qilishimiz kerak. Chunki shu ulug'larimizdan kelgan bir hikmatli gapimiz bor. Ya'ni agar inson dunyoda yaxshi yashaydigan, moddiy tomonlama zo'r yashayman desa, tijorat qilsin deyilgan ekan. Agar shu inson bu dunyoyim yaxshi bo'lsin desa, ibodat qilsin deyilgan. Ammo har ikkala dunyoda ham aziz bo'lay desa, ilm o'qisin deyilgan. Demak, ilmsiz azizlik yo'q. Imom Buxoriydan kelgan rivoyat ham bor. Dunyoda ilmdan boshqa najot yo'q va bo'lmagan. Demak, agar biz shu narsani oldinga tutadigan bo'lsak, bugun ota-onalar, xo'p, moddiy jihatdan ozgina maktabda o'qitishga imkoniyat qilolmayotgan ota-onalarga meni eng birinchi tavsiyam, azizlar, farzandni o'zgartirishni hojati yo'q, o'zingiz o'zgaring. O'zingiz o'zgaring. Bolangizdan o'zingizga mehr kutayotgan bo'lsangiz, agar ota-onangiz tirik bo'lsalar, ularga mehr ko'rsating. Agar dunyodan o'tgan bo'lsalar, ruhlarini shod qiling. Ana shunda bolangiz o'zi o'zgaradi. Bolaga siz nasihat qilishingiz hojati yo'q. Ibrat bo'lib bering. Siz o'zingizni o'zgartiring. Bolangiz kitob o'qimayaptimi? O'zingiz qo'lingizga kitob ushlang. Ana bolam 50 ga kirsam ham kitob o'qiyapman, 60 ga kirsam ham kitob o'qiyapman. Chunki kitob ekanda meni eng asosiy o'rganadigan do'stim kitob ekan. Bu har xil vaqtda bezovta qilmas ekan. Faqat qo'limga olsam maslahatgo'yim ekan. Ya'ni ota-ona bolam tarbiyali bo'lsin degan ota-ona avval o'zini o'zgartirish kerak. O'zi o'zgarmay turib, bolani o'zgartira olmaydi. Nasihatni o'zidan boshlash kerak. Chunki sog'lom gapirgan, to'g'ri fikrlagan ota-onadan bola enekin ibrat olib, dadam shu yoshda qildilar, onam shu yoshda qildilar, men ham qilishim kerak ekan degan tabiiy tug'ma unda holat bo'ladi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, kitob o'qishda hali aytdik. Ko'p kitob o'qib, bugun mana alhamdulillah kitob o'qish hatto prezidentimiz tomonidan targ'ib qilinyapti. Kitobga da'vat, mana kitob o'qiyotganlar, kitob marafonlari, hatto prezident sovg'alari berilyapti. Bu juda katta yaxshilik bu. Nimaga? Chunki faqat sportda emas, ilmda ham endi katta mukofot yutish mumkin bo'lyapti bugun yangi O'zbekistonda. Demak, shunaqa ekan, kitob o'qishni uyda yo'lga qo'yish kerak. Ijtimoiy odobga, axloqqa asoslangan kitoblarni bugun kitob do'konlarimizda ana Tohir Malik ustozimiz, Alloh rahmat qilsin, Odamiylik mulki yoki Shayx Hazratlar Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning ijtimoiy odoblar kitoblari. Mana shu kitoblar yoki Baxtiyor oila kitoblari. Mana shu kitoblar bugun har bitta o'zbek xonadonida, O'zbekistonlik fuqaro vatandoshimiz xonadonida bo'lishi kerak bo'lgan kitoblar. Ya'ni bu kitoblar orqali biz avvalo o'zimizni ruhimizni tarbiyalaymiz. Qolaversa, bolalarimizni ruhlarini tarbiyalaymiz. Mana shu orqali bugun agar biz shu yaxshi niyatda bolalarimizga shu kitoblarni o'qib berib, biz chunki ko'p gaplarni qayerdan olamiz? Biz ham mana shu ulug' ustozlarimizni bizdan oldin shu sohada mehnat qilib, obro' topgan, mehnat qilib o'zlarining mehnatlarini dunyoga tanilgan ulug' ustozlarimizni hikmatli so'zlaridan olamiz. Har bir darslarimizda imkon qadar shu ulug' vatandoshlarimizni meroslarini o'rgatishga harakat qilamiz. Chunki bularning gaplari, bularning fikrlari nafaqat bu milliy qadriyat, balki umumiy insoniy qadriyatga aylanib ulgurgan. U qaysi millat bo'lishidan, qaysi din bo'lishidan qat'iy nazar, mana shu umumiy insoniy qadriyatga aylangan fikrlarini o'qitish va o'rgatish orqali bolalarning tarbiyasiga ancha bir poydevor qo'yiladi va kelajakda nasib qilsa mana kelishsa, mana maktab ham shu haqda hali aytganingizdek ishlayapmiz. Imkon qadar yaxshi o'qiydigan, harakat qiladiganlarga imkoniyat doirasida chegirmalar ham berilyapti va bu ota-onani o'zidan qilinadigan narsa, demak, lo'nda qilib aytganda, avvalo o'zlari ibrat bo'lib, o'rnak bo'lishsin va albatta uyda shaxsiy har bitta oilani o'zini kitobxonasi bo'lsin. Ya'ni kitob burchagi bo'lsin hech bo'lmasa. Mana bu kitobni o'qidim, o'g'lim sen ham o'qidingmi? Mendan keyin ayaz siz o'qing. Onasi sizdan keyin qizingiz o'qisin, o'g'lingiz o'qisin deydigan kitobni orqali shunaqangi bir muhit yaratish kerak. Men o'ylayman, asosiy birinchi narsa shu. Bir ona keldilar. Ustoz dedi, mana hozir kitob o'qitdinglar o'quv yili davomida deb aytayapti. Endi bitta o'sha nimaga auksionga qiziqib o'qidi. Iyulni boshida keldi. Iyulni o'sha boshida birinchi 10 kunligida keldi. Bir hafta o'tibdi, bir haftadagi faoliyati, u farzand qilayotgan faoliyatdan qoniqmayapti. Kitob o'qita olmayapti. Kitob o'qigin debdi, men senga olib beraman, hamma olib beraman deb ketyapman, o'qimayapti.
nima qilay deb keldi. Aytdim, o'tirib birga o'qiymiz dedim. Nega? Men shunaqa qildim bittachi, o'zimni jiyanimda, men amakim nevarasini berib, shuni kitob o'qitib ko'rgin dedi, berib ko'rdim. O'qimadi. Men unga rag'bat ham taklif qildim, o'qimadi. Keyin keluvdi, aytdim, oching dedim. 5-sinf adabiyotidan o'qityapman. Asarni oldik, shu bolani olib ketdi, o'qib chiqamiz 2 daqiqa vaqt. Birga o'qidik, birga savol javob qildik. Ya'ni haligi narsa endi o'zimda o'xshaganiga uchun hali ona keluvdilar. Aytdim, endi o'z aytgan tavsiyangizga mosda, ya'ni birga o'tirib o'qish kerak endi agar o'qimaydigan bo'lsa birga o'qisin bo'lsa. Shunaqa biz ko'p aytamiz o'zi qabulda ham o'zi ko'p videolarda ham aytamiz. Maktab bu aspirin emas, shundoq ichib siz muammongizni hal qiladigan bu yordamchi supurgiga o'xshagan. Ya'ni siz ham nimadir harakat qilsangiz, keyin supurgi ishlaydi. Ya'ni biz bolaga ilm beramiz, tarbiya beramiz, lekin bu borada biz ota-onaga yordamchimiz. Ya'ni ota-onani uydagi muhitni o'zgarmagunicha bola mutlaq baribir o'zgarmaydi. Maktabda boshqa, uyda boshqa odam bo'lib yuraveradi. Shuning uchun ham bizni yordamchi deb qabul qilishsa, shundagina biz bilan bir xil harakat qilishsa, bolada eng maksimum o'zgarishlar bo'ladi. Ko'p o'qituvchilar aytishadi, majlis qilamiz u, eng ko'p gap yig'ib qo'ygan ota-onalar ham kelishmaydi deyshadi. Ya'ni eng kelish kerak bo'lgan ota-onalar kelishmaydi deyshadi. Shular agar kelsa deydi, ancha bolalarda o'zgarish bo'ladi deyishardi. Rahmat videoni shu yergacha ko'rganingiz uchun. Ustoz sizlarga ham rahmat. Vaqtlayamay kelganingiz uchun. Bu videodan maqsadimiz shu maktabimizda 1 yillik va 2 yillik natijalarini bo'lishish va maktabimizda sizni farzandlaringizga va yoki o'sha endi olib kelmoqchi bo'lgan farzandlarimizga ta'limiga javobgar va tarbiyasiga javobgar bo'lgan insonlarni yaqindan tanishtirish, ularning fikrlari, tafakkurini ko'rsatish edi. Maqsadimizga erisha oldik deb o'ylaymiz. Shunaqa videolarni yana chiqishi bilan o'tkaza olmaslik uchun mana shu videosidagi qo'ng'iroqcha bor. Shuni bosib qo'ying. Ularni keyingi videoda ko'rishamiz, xudo xolisa.